Play kanali. Menga o'xshab qopsan-u menga. Bu kim bu? Оливье навернуть. Xullas, Gorif Play kanalida School Boy Runaway o'yinining navbatdagi qismiga xush kelibsiz. Ko'pchilik o'tgan safar stream qilganimda bu o'yinga yangilanishlar, yangi mod, yangi bir qo'shimcha bir narsalar va eng asosiysi bu o'yinda bizga hozir xiyonat ham qilishyapti ekan va albatta tekshiramiz kim bizga xiyonat qilyapti va qanaqa modlar qo'shilgan. Hammasini bir boshdan ko'zdan kechirib chiqamiz. Agarda siz yana yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, Kimdan lepsam mashinik. Men bugungi videoni boshladik. Xullas, Чтобы я и учил уроки. o'yinga qo'shilgan yangiliklar, yangi komanda qo'shilibdi. O'yinga yangicha biz hozir buyruq kirgizsak bo'lar ekan. Hozir o'shani yozib ko'ramiz birdan. Yana School Boy'daman. Yana shu o'zimda uyimga aylanib qolgan pashta o'yinamiz. Yana Andrew 2002. Bam boom terminal qisqasi bizga Mirror 10 degan komanda kerak. Keltiramiz va atrof bizlarga zerkalni bo'lishi kerak ekan, rejim sinab. Atrof bizga zerkalni. Mirror degani o'zi oyna deganda, bu biza oyna modda hozir bizni xonamiz ham umuman tashqarilar ham umuman boshqacha bo'lib qoldi. Bu oshxona demanglar faqat, ha. Bu oshxona. Demak, shunaqa mod qo'shishgan ekanda, bekorchilikdan bular. Yemi olasini xonasiga kirib ketdim, o'zimni xonamga kiraman deya. А ну иди сюда! Hozir qochamiz. Bolalar xavotir olmanglar. Hammasi shu qiyinchilikdan boshlanadi. Hozir o'yin esimdan ham chiqib qolgan. Shunisini ham hisobga olish kerak. Muammoz, qochamiz hozir. Ana xiyonatmi? Chin do'stim ladil bog'lading atayin. Chin do'stim ladil bog'lading atayin. Bu dardimni kimga? La otasi bir romantikaga qo'shilishimga ham yo'l qo'ymaydi. Davaychi ishlarni amalga oshiramiz, ko'ramiz ham. Bir yoniga ham bir borgim kelyapti, lekin tashqaridagi ikkita xiyonatkorni. Xullas, oyna rejim bo'lib atrof mutlaqo o'zgarib ketganligini hisobga olsak, menimcha hozir men qochishim yana bir ozroq qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki eshikni o'zi boshida topolmay qoldim. Buning ichida hech narsa yo'q, ha? Buning ichida hech narsa yo'q. Menimcha endi safety ochamiz bu yerda. Safety ochamiz. Hop, safety. Safety nima borligini ko'rishim kerak. Otasiga kimdir SMS yozdi. Yashin kutib turamiz. Otasi kakras chiqib siyishga ketdi. Tualetga ketdi. Buning ichida nima bor? Uyqudori bor. Inventarim to'ldirmay turaman. Hozircha mana shu uyqudori o'zim turgan joyda tursin. Bu paytda biz sekingina bu yerda tekshirsak bo'ladi. Hozir nimalar bor bu yerda?